Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlar qanday yaxshimisizlar? Sizlarga deydigan muhim bir gap bor. O'zinglar bilasizlar 2 kundan beri Amerika majlisida, ya'ni senator deymiz, senatda 96 ga qarshi 0 bilet bilan Amerikaningki iqtisodini gullantirish yoki iqtisodini jonlantirish 2 trillion dollarlik bir qonun loyihasi o'tkazildi. Bu qonun loyihasi nima uchun bo'ldi? Bu qonun loyihasi hozirgi bu virusdan tufayli Amerikaning iqtisodi, dunyoning iqtisodi qattiq bir davolg'uch yuz kelganligi uchun hozir butun Amerika xalqi birlashib, hozir shu virusga qarshi kurash qilyapti aziz qarindoshlar. Bo'libmi Amerikada 2 partiyaniki bo'lib Demokratlar partiyasi bilan Cumhuriyetchilar partiyasiniki eng chiqishammagan vaqtiga to'g'ri kelgan bir qonun loyihasi bo'ldi bu. Chunki Donald Trump bilan Nancy Pelosi deymiz, bu ikki lider o'rtasida intayin qattiq ziddiyatlar mavjud bo'lishiga qaramay, hozirgi bir Xitoy virusidek bir cho'ng dushmanning oldida eng chiqishamaydigan Amerikaning ikki partiyasi eng chiqishamaydigan bir zamonda, bir makonda, mushundaq bir vaziyatda Amerikaning davlat manfaati uchun, Amerikaning milliy manfaati uchun 96 ga qarshi 0 natija bilan bir odam qarshi bilet tashlamay, bir odam yoqtimay, hamma Amerikaning siyosatchilari birlashib Xitoy virusiga qarshi birlashdi aziz qarindoshlar. Buni bipartisan deymiz, ya'ni partisizlik bir birligi mavjud bo'ldi aziz qarindoshlar. Shunga meningki buningdan sizlarga deydiganim nima? Sizlardan o'tinig'im aziz qarindoshlar. Biz butun dunyodagi Uyg'urlar hozir Amerika xuddi Xitoy virusiga qarshi butun Amerika birlashgandek, azaldan chiqishamaydigan Cumhuriyetçi partiyasi bilan Demokratlar partiyasi birlashgandek, hozirgidek bir vaqtda bizmi ham Xitoy virusiga qarshi, ham Xitoy kompartiyasiga qarshi, ham Xitoy tajovuzlariga qarshi butun dunyoda biz birligimizni namoyon qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. 2 Uyg'ur chiqishamasa vatanning sirtida, 2 siyosatchi chiqishamasa vatanning sirtida, 2 Uyg'ur tashkiloti chiqishamasa vatanning sirtida, 4 Uyg'ur o'lidi vatanning ishida aziz qarindoshlar. Shunga hamda bizningki hozir o'yda solinib qoldik. Hozir butun dunyodagi Uyg'urlar o'ylarda solinib qoldi. Biz o'ylarda solinib qolgan bilan hozir bizning Uyg'urlarimiz nima ish qilyapti? Bizning jazo lagerdagi Uyg'urlarimiz nima ish qilyapti? O'zinglar ko'ryapsizlar, har kuni yosh qizlarimizni, yosh o'g'illarimizni ishkirdagi bu Xitoylar o'zimi ishlayolmaydigan virus boyalarga avat etib bordi aziz qarindoshlar. Bularni ham quluq qilyapti, ham jigar bo'raklarini o'g'irlab setyapti, ham bularni jinsiy jihatdan bularga tajovuzchilik qilyapti aziz qarindoshlar. Biz nima ish qilamiz? Mushu virus deb o'yda solinib o'tiramdik yoki yoqimsa kompyuterning oldida qiladigan ishlarmi bormi aziz qarindoshlar? Shu vajdan Uyg'ur Amerika birlashmasi bu yakshanba kuni oldimizdagi 3-oyning 29-kuni yakshanba soat 11da Amerika vaqti, Washington vaqti soat 11da Amerika Uyg'ur birlashmasidagi Max qarindishimiz o'zi bir Amerikalik yillardan buyon advokasiya, lobbichilik ishlarida Uyg'urlarga ishlayotgan bir qarindishimiz. Bu qarindishimiz lobbichilik haqida, advokasiya haqida bir umumiy bir seminar vermoqchi aziz qarindoshlar. Bu seminarga butun Amerikadagi va butun dunyodagi Uyg'urlarningki, ingliz biladigan butun qarindoshlarimizninki qatnashib berishimizni biz so'raymiz. Nimishqa bizning Xitoydan cho'ng bir dushmanimiz bor, jaholat. Nurg'un insonlar deydi, men nima ish qilib beralayman Uyg'urga? Men hozir bir ish qilib bergim bor, ammo nima ish qilishimni bilmayman deydigan nurg'un Uyg'ur bor aziz qarindoshlar. Qapamay taqib qo'ygan bo'lsanglar. Shu Uyg'urlarga biz ish qilganga bir imkoniyat yaratib bermoqchi aziz qarindoshlar. Avval shu 3 qitimliq seminarlarni o'tkazib olsak, anandan keyin biz butun dunyoda yoki butun Amerikada, bo'libmi Amerikaning boshqa shaharlarida yashayotgan qarindoshlarimiz, sizlarningki constituent deymiz, sizlarningki yordamlarga ehtiyojimiz bor. Sizlar shu videolarni ko'rib, shu hattoki yakshanba kuniki treyning qatnashib bergan bo'lsanglar, anandan keyin biz vazifa taqsimot qilib, shu o'yda solinib qolgan bir vaziyatda xat yozamdik, email yozamdik, telefon ochamdik, yoki bo'lmasa hozirgi qonun loyihasini o'tkazish uchun Uyg'ur qonun loyihasi bor hozir. Mushu qonun loyihasining hammani o'tkazish uchun biz qanday ishlarni qila olamiz? Shuni maslahatlashimiz inshaalloh soat yakshanba kuni soat 11da Washington vaqti. Bo'lsa Amerikadagi aziz qarindoshlarimiz o'zlariniki o'rta maktabda yoki bo'lmasa to'liqsiz to'liq o'tirda yoki bo'lmasa oliy maktabda o'qiyotgan bolalarlar bilan tang mushuninga qatnashib bergan bo'lsanglar aziz qarindoshlar. Chunki bizning shularga ehtiyojimiz bor. Shular Amerikaliklarning tilini bildi, Amerikaliklarning madaniyatini bildi, shularga bakrak bizga vatandagi Uyg'urlarning jinni qutuzishga shularga bakrak ish yaraydi aziz qarindoshlar. Sizlar yaraysizlar albatta, ammo bizningki bolalarimiz mushaning vaziyatini bizning obdan bildi, bu yana tilini bizning obdan bildi. Shunga shuni bolalarimiz bilan tang qatnashib bergan bo'lsanglar aziz qarindoshlar. Ham dunyoning boshqa yerlaridagi mayli Avstriya bo'lsin, mayli nimada bo'lsin, inglizcha qiladigan masalan Angliya bo'lsin, yoki Yevropa bo'lsin, sizlarmi qatnashib bergan bo'lsanglar, chunki
Muşunda ügünüş arkalık bazen kanun sistemleri okşaydı nurgun devletlerde, demokratik devletlerde. Biz bu yerda qilayotgan ishlarni albatta Angliyada qilib buldu, albatta Avstriyada qilib buldu. Öğrengandan keyin balkim sizlarga bir fikr talab berishinglar mumkin, ma ishni yaxshi qilganlar deb yoki bo'lmasa bir narsa uyg'unib shu vatanda uchun xizmat qilishinglar mumkin. Shunga dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar bunun qatnashib bergan bo'lsanglar. Men ostiga linkini yili choplab qo'yman. Ulanishini. Bu video ko'rinishlik bo'ldi, zoom deymiz. Sizlar qo'shilsanglar o'zinglarning videosini ochalaysizlar. Bo'lsa chiroyli kiyinib, chiroyli vatan uchun bir ish qilib borgandek, bir ishxonaga borgandek, bir seminarga borgandek kameralarning ichib qatnashgan bo'lsanglar, chunki shu yerdagi insonlarmi normalda biz markazimizda faoliyat qilgan vaqtimizda biz o'zimiz chiroyli kiyinib kelamiz shu yerga. Shu atlikimi bo'lsa kameralarni ichib, fikr taraflarga bo's berib, oxirida savol javob qismi bo'ldi, oxirida balkim fikrlashadigan qismlar bo'ldi. Har qaysi so'z ilishni xohlagan qarindoshlarimiz mikrofonlarni, videolarni tayyorlab chiqqan bo'lsanglar, hammanglarga rahmat. Atlikka inshaalloh to'rdan taqdimiz, yakshanba kuni qapmanglar. Qapmay shu videolarni taqib qo'ygan bo'lsanglar aziz qarindoshlar, Allah'a emanet. Sağlam bulunlar, öyde kılınlar. Bek üzerine dikkat kılınlar aziz qarindoshlar. Xitoy virusidan, Xitoy kompartiyasidan bularni nima tatimiz, nima dard bu, nima alam, keşkçi bu Xitoydan adam ko'ramdik, bu nima pishtiq bosmishlarni chiqdi. Shunda olsa Allah inshaalloh bularning balasini beradigan kunlar az qoldi aziz qarindoshlar. Ammo shu balani tiziltish sizlarning qo'linglarda. Allohga emanet taqib qo'yasizlar.